Yoshim 40 ga to'ldi. Bu dunyoga kelib topgan ma'lumotlarim shu bo'ldi. Ko'p aziz zotlarni va ko'p bezotlarni yashadim. Oxiri haqqa yo'q kelgandek bo'ldim. Sizlar ham ey birodarlar, haqqa tomon yuringlar, haqqa boqinglar, haqqa intilinglar, haqni sog'ininglar, haqni topinglar. Biz shunda topishamiz. Dunyoda men eng yomon ko'radigan narsam bu shon shuhrat, Nodirjon. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam odamlar qo'lini bigiz qilib ko'rsatadigan darajada mashhur bo'lmanglar deganlar. Shuhrat ofat degan hadislar ham bor. Assalomu alaykum azizlar. Biz shu vaqtga qadar Alloh qodir qilganicha insonlarni beayov qiynaydigan dard va sitamlarini, hayotiy voqealarni kuylashga harakat qildik. Lekin bu safar yaratgan ijodiy asarimda shaxsan mening o'zimni umrimni oxirigacha yuragimda sog'inch, qiyomatga qolgan diydor, ushalmas armon bo'lib qolgan Parvardigorimni sinovini kuyladim. O'tkinchi sarob bu, yolg'onchi dunyo, Azroilga o'lja, shohu ham gado, mol dunyo, toji taxt, so'ramam aslo, otajonimga munosib farzand qil Xudo. Ko'zimga yosh to'lar, tutganimda soz, kim osmon falakda, kim baland parvoz. Ko'zimga yosh to'lar, tutganimda soz, kim osmon falakda, kim baland parvoz. Yulduz hofizlikka yo'qdir davoyim, mashhur bo'lolmasam kulmang iltimos. Dadamning armoni kuylarman xolos, mashhur bo'lolmasam kulmang iltimos. Dadamning armonim kuylarman xolos. Sog'inch yuragimni yirtar yetayman, qalbimda yagona arzum bor xolos. Hijron zar qalbimni yirtar yetayman, qalbimda birgina arzu bor xolos. Bolamga otamning ismini atayman, dilim dardlariga kulmang iltimos. Dadamning armoni kuylarman xolos, dilim dardlariga kulmang iltimos. Dadamning armoni kuylarman xolos. Tunda kelgan kapalak sizmi otajon?
manzur bo'lolmasam, kulmang iltimos, dadamning armonim, kuylarman xolos. Mashhur bo'lolmasam, kulmang iltimos, dadamning armonim, kuylarman xolos. Otajonim 2007-yilning bahorida 48 yoshlarida bu foniy dunyodan boqiy dunyoga rihlat qildilar. Dadajonim Asqar Mahkam tahallusi ila ijod qiluvchi shoir, yozuvchi, tarjimon hamda iymon va islomga bo'lgan ihlosi osmon qadar zot, risoladagidek mehribon ota va zabardast iymon sohibi edilar. Meni qo'shiqchi bo'lishimni xohlab, qo'limga yoshliklarida buvilari olib bergan rubobni ilk bora tutqazib, qo'shiq kuylash va soz chalishni o'rgatgan hayotim davomidagi eng buyuk ustozim ham dadajonim edilar. Aniq esimda 2006-yil tugab borayotgan kezlari Toshkent madaniyat kollejida 1-bosqich talabasi edim. Betob holda yotgan dadajonimning yonlariga kirib, ulardan men uchun DVD olib berishlarini so'radim. Bu so'rovimdan maqsad DVD uskunasi orqali qo'shiqchi bo'lishligim uchun ustozlarim aytganlaridek ko'proq qo'shiq eshitishim zarur ekan. O'z dardlari ila ovvora bo'lib, to'shakda og'rinib yotgan dadajonim menga Xumojon, qiblagohim meni Xumojon deb erkalab chaqirishni yaxshi ko'rar edilar. Xumojon, bolam, hali tuzalib olay, o'zim senga DVDni yangisidan olib beraman deb ko'nglimni ko'tardilar. Lekin ming afsuski, doimgidek dadajonim boshchiliklarida ayajonim, akalarim va ukam barchamiz birgalashib ro'zg'or kamchiliklarini to'ldirish maqsadida bozorlarni kezishni qaytib Alloh bizga nasib etmadi. Qiyomatga qadar ayriliq, judayam og'ir judolik oralarimizga soya soldi. Xudo sizga o'z rahmati va firdavs jannatlarini nasib etsin, dadajon. Dunyo beshafqat, vaqt bevafo, ayajonimni eng suyukli insonisiz va biz aka-ukalarni buyuk mehrsiz yashashga majbur etardi. Kunlarning birida uyimiz telefoni jarang qoqdi. Ma'lum bo'lishicha, Hazrati Jaloliddin Rumiyning 800 yillik yubileylari Sharqshunoslik institutida tashkillashtirilmoqda va bizning oilamizdan kimdir dadajonimning nomlaridan vakil bo'lib bormog'imiz kerak ekan. O'sha biz yig'ilishga chaqirilgan kun ham yetib keldi. Va hozir aniq sababini eslolmayman. Lekin negadir aynan men o'sha yubileyga boradigan bo'ldim. Bir narsani aniq bilamanki, bu ham Allohning chevarligi edi. Tadbir davom etardi va bir vaqt sahnaga 5 kishi taklif etildi. Shu taklif etilganlar orasida marhum Asqar Mahkamning farzandi deya meni ham chaqirishdi. Oz muddatlik iliq so'zlardan so'ng sahnaga 5 xil zarli qog'ozlar bilan o'ralgan qutilarda sovg'alar keltirildi va birma-bir bizlarni chaqirib sovg'alarni taqdim eta boshlashdi. Eng qizig'i, o'sha 5 dona sovg'aning hammasi har xil shaklli qutilar edi. Biri 4 burchak, biri 3 burchak, yana biri dumaloq va hokazo. Menga hadya etilgan qutining shakli 4 burchak shakllisi edi. Bir oz vaqt o'tib uyga qaytdim. Bo'lib o'tgan voqealarni onajonim bilan bo'lishayotgan vaqtimda qandaydir ovoz ichimdan "Xumojon, sovg'ani ochib ko'r"
nima sovg'a berilganikin senga deya nido qilar edi. Va men o'sha zahotiyoq zarli qog'ozlar bilan o'ralgan qutini ochdim. Ne ko'zlar bilan ko'rayinki, hali tuzalib olay, o'zim senga yangisidan olib beraman, deb dadajonim va'da qilgan DVD o'sha zarli qog'oz bilan o'ralgan qutining ichidan chiqdi. Bu voqeani tasodif deyishlik qip-qizil ahmoqlikdir. Bu aniq dadajonimning menga qilgan sovg'alari edi. Ya Alloh, garchi dadajonim oramizda bo'lmasalar ham, ammo bizga g'amxo'rlik qilishda davom etmoqdalar. Ha, to'g'ri. Dadajonim qayta tuzala olmadilar. Qo'limdan tutib meni do'konga olib borib, DVD olib berishlari nasib etmadi. Lekin mehribon dadajonim hayotlari davomida hech qachon yolg'on so'z gapirmaganliklarini isbot etdilar. Menga aynan men xohlagan DVDni sovg'a qildilar. Men shundayin ulug' zotga farzand bo'lganimdan to so'nggi nafasim qadar Allohga behisob hamdlar aytaman. Dadajonim hayotlari davomida bir marotaba bo'lsa ham bizlarga pul sanashni o'rgatmadilar. Ammo namozdan so'ng 33 martadan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deb tasbih aytishlikni o'rgatgan zotdirlar. Dabdabali hayotda yashamadilar va hech qachon bizlarga tavsiya ham etmadilar. Ammo akalaringizning qovushi bitta bo'lsa, uyining derazasi bitta bo'lsa, ukalarniga hech qachon ikkitadan bo'lmasin deb tarbiya qildilar. Qaniydi umrimning bir soniyasida bo'lsa ham dadajonimdek inson bo'lish menga nasib etsa. Azizlar, sizlardan o'tinib so'rayman. Dadajonimning ruhlari shod bo'lmog'ini Allohdan so'rab, hoziroq duoyingizda yo'qlab qo'ying iltimos. Alloh sizlardan rozi bo'lsin.